Bu go'zallikni 10 kundan keyin aniq topa olmaysiz. Bu go'zallikni topish uchun yana 1 yil kutishingizga to'g'ri keladi. Bu go'zallikni ko'rish uchun albatta Jahon choyxonasining mazali somsalaridan tanovul qilib olgan bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa bu go'zallikni ko'tara olmaysiz. Kızgaldağın kızgaldağ bahari alvan çiçek Yirkeler seni şamal tibretkenday bilençek Kumsep seni visalin inti urar yüreğim Didaringe bir tuyish har bahar tilayim. Assalomu alaykum Jahon choyxonasining kuzatuvchilari, aziz obunachilari. Bugun tabiat qo'yiniga chiqqanmiz. Bu go'zallikni, manzarani, manzili Zomin Ravot yo'li, Ravotga ketaverishda mana Vadahranish suv omborining to'g'rida. Yo'lda обязательно temir yo'l tagida Jahon choyxonasidan mazali somsalarni yeb olishni tavsiya qilamiz. Hammalaringni mana syomka uchun, piknik uchun ajoyib joy. Hammalaring kelishlarini tavsiya qilaman.